I feel like God, I'm a cog. Whoa, busting my ass, I know off days. Whoa, me, I've been working, I grind. What's up my nigga? Salam alaykum my nigga. Sizlar bilan Pain va bugun sizlar bilan biz Naruto va Mobile Legends o'rtasidagi kollaboratsiyani ko'rib chiqamiz. Bugungi skinlarni effekti qanaqa bo'ladi, qaysi knopkasidagi effekti qanday ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz va videoni boshlashdan oldin like, comment, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham muhim. Hammaga rahmat. Shuning uchun давайте bo'ldi. Поддержка максимальный. Let's go. 世界に痛みを神羅転生 Birinchi skin Lucas'ning skini Naruto rejimida hozir mana sizlar bilan effektlarini ko'rishimiz mumkin. Tak, skinning effektlariga keladigan bo'lsak, menga Lucas'ning skinida eng yoqayotgan effekti qaranglar, mana Rasengan beryapti, to'g'rimi? Kuchaytirilmagan, ya'ni staksiz Rasengan, stakli ham effekti zo'r. No, menga bu Lucas'ni Devitixosniga aylanmasidan oldin eng yoqgan joyi qaysi bo'ldi? Qaranglar, ikkini beryaptimi? Ikkini berganingizda men bu aylanib o'tadigan перемещение bo'ladigan joyingizda rejim отшельнikaga o'tyapti Naruto. Naruto ko'rganlar обязательно biladi, no bля хули, bля, вы знаете нахуй. Rejim отшельнikaga o'tyapti-da, и вообще bu просто заебись. Nima bu? Lishni qanaqadir gap kerak emas. Просто заебись. Men o'yladim, rejim отшельник bo'lmaydi deb o'yladim. Naruto просто men bu skilllarni mana ko'rib turganinglarda, men shu skilllarini berayotganda xuddi Naruto bo'lib turadi, bo'ldi. Rasengan ham перемещение asli keyin. Tak, Devitixosniy rejimi qaranglar. Вообще охуенно. Menga yoqdi Devitixosniy rejimi. Juda zo'r. Yana kimgadir yoqqan bo'lsa, обязательно yozib qoldiringlar buni ham. Juda zo'r, menga kayf beryapti Narutoning в целом skini. No, nimaga Lucas'ga? Men misol uchun alam qiladigan joyi Naruto kollaboratsiyasida ham men mainit qiladigan giroyga skin yo'q. Kimlar shunaqa? Ko'pchilik in mainerlar, san mainerlar kutdi Naruto skinini o'ziga. Nima bo'ldi? Qani skin? Lucas'ga chiqdi. In san yo'q skin. Qotonyapsizlar. Yo'q. Yo'q, men ham yedim. Po suti, chunki meni ham mainer giroylarimga hech qanaqa, men хотя бы Jugo degan giroy bor Narutoda bilsanglar, bitta qo'li katta bo'lib ketgan, kattaradi. O'shani Aldosga kutgan edim. Afsuski, men ham qo'to yedim, sizlarga o'xshab. Keyingi skin Kaleyaga. Effektlarini men undan oldin ko'rgan edim, Kaleyani. Tak. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kaleyani skilliga keladigan bo'lsak, Kaleyani skillida ham hammasi zo'r, menga yoqdi. Haruna Sakura prям idealniy tushgan Kaleyaga. Haruna Sakura ham chunki men shunaqa silovoyda, bilet Tsunade MC'dorni shogirdi bo'lgan nima bo'lsa ham Sakura faqat o'zi taxtaga o'xshab tekis. Короче, skillga keladigan bo'lsak, menga juda ham yoqdi. Men bu stakitsa qilayotgani, men bu Tsunadeni lichit qiladigan, odam davolaydigan qurtlari chiqib ketayotgani juda ham zo'r. Sakuraga ko'proq e'tibor berilgan. Yaxshi, menga juda yoqdi. Ultimate'ini ko'raylik. Ultimate ham zo'r, misol uchun bolalar. Men Ultimate'ga ham жаловаться qilmayman. Bu ham Sakura 10 dan 10. Hech qanaqa minus joyi yo'q deb o'ylayman. Sakurani hamma kerakli narsasi qo'shilgan va bu yerda bor. Men shu narsa menga juda ham o'sha yoqyapti. Zo'r gap yo'q, Sakura chotki. Keyingi skin Sasuke, ya'ni Soyo. Bu skin обязательно krutoy chiqishi aniq bor. Men ko'rmasimdan turib bilaman, mana qaranglar. 3 ta обычный skill, ya'ni stakitsa qilmagan skill, bosib turilmagandagi holatini qaranglar-da, uje qanaqa effekt, qanaqa e'tibor, вообще chotki. Kayf beryapti. Вообще zo'r. Men bu stakit, mana Susana, suchka. Qara, voy bilan, bu вообще zo'rda. Lekin bitta narsani unutmanglar, bolalar, biz-ku o'tirib zo'r, bu вообще zo'rda deb o'tiraveramiz. No, lekin buni soqqasi ham pizdes bo'ladi. Shu narsani ham unutishimiz kerak emas. Qaranglar. Susana holatiga o'tganida ko'rinishi juda ham zo'r. Men lekin o'yladim ozgina kattaroq bo'ladi deb o'yladim.
hamma giroyda o'sha giroyni ta'riflab olib kelib beradigan narsalari qo'shilgan, polностью hamma narsasi qo'shilgan ibor. Zo'r, menga yoqdi. Tak, keyingi skin Sabakuna Gara. Sevaman. Garani uncha yoqtirmas edim. O'sha именно It's My Blood degan reelslari, o'zim вообще Naruto ko'rganimdan keyin Sabatuna Gara menga pizdez yoqib qolgan bori. Pizdez yoqib qolgan. No, Barutoda o'sha Barutoni nima uchun ko'rmadim? Chunki Garalar boshqa qolgan Kazekagelar ularni qolgan kagelarni вообще slabый qilib tashlagan, shuning uchun Barutoni ko'rgim kelmadi. Garani skilliga keladigan bo'lsak, juda zo'r, epichniy, kayf beryapti, yoqayapti. Biri ham, ikkisi ham, lekin bitta savol. 3-skillda Shukaku yo'q. Shukaku qani? Ya'ni Garani o'zini zveri qani? Shukakuga nimaga хотя бы 3ni berganda, хотя бы ozginamda Shukaku chiqib qo'ysami, хотя бы bilmadim-da, o'sha qum bo'layotganda Shukakuni yuzimda paydo bo'lgandan zo'r bo'lar edi. No, lekin o'sha narsa yo'q. 8 dan 10 Gara bilmadim. Shukakusiz Gara men tasavvur qila olmayman. Chunki bilmadim даже nima deyishdi. Keylar King skinga o'torik, xuddi ko'pchilik Hayabusaga skinda Itachiga chiqadi deb o'yladi. Men ham shunaqa deb o'yladim. Ozgina qoldi. Men eshitgan informatsiyam bo'yicha Mobile Legends va Naruto kollaboratsiyasi atmen bo'lib ketadi dedi shuni orqasidan. Chunki ko'p odamlar Itachi bo'lmasa bizga naxuy kerak emas deganday bo'ldi Naruto kollaboratsiyasi. No, Mobile Legendsga po'xo'y, Mobile Legends biladi chunki shunaqa odamlar bor, ularga po'xo'y, soqqa tiqib turib, zo'r anime skinda olib qolgisi keladigan odam borligini biladi. Itak Kakashi yarmi it, yarmi mushuk. Nimaga men uni unaqa deyman? Chunki ko'zi o'ziniki emas. Shuning uchun. Tak, Kakashining skiniga keladigan bo'lsak, menga birinchi skill umuman yoqmadi. Ya'ni surikanda darabotka qilish kerak, uchib chiqishi multik bo'lib qolgan. No, lekin ikkinchi skilli, ya'ni soya tashaganda, soya tashashi menga yoqdi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Soya tashayotganda soyalarda klonlari paydo bo'lyapti-da, chaqmoq ushlab turibdi. Ya'ni o'sha tanets тысячи птиц, ya'ni mingta qushlar raqsi deydi, по-моему, xotiram xato, ошибка, sboy bermayotgan bo'lsa, keyin soyadan soyaga o'tganida nargi soyasi o'sha xuddi Narutoga aytganimdek tars yog'ochga aylanib qolyapti. Kakashi ko'p ishlatar edi o'sha narsani, klonini yog'och qilib qoldirib ketar edi, juda ham zo'r. Menga ikkisi yoqdi. Uchiga keladigan bo'lsak, uchida Sharingan ko'rinyapti. To'g'rimi? Sharingan bitta chiqyapti, keyin o'sha Kakashi dang sikishtirib ketishni boshlayapti. No, lekin effekt, baribir effekt. Men bu молниеносный effekt kam. Misol uchun tepadan ham molniya berganida, o'sha Kakashi permisheniya berib, ulta berayotganda chaqmoqdan ko'proq qo'shish kerak edi, chunki Kakashining asosiy skilli, ya'ni unsuli deydimi o'zbekchada, chaqmoq, именно molniya. Bilmadim. Yoqdi, hammasi zo'r, lekin soqqa yo'q naxuy. Lekin zo'r, yoqdi, gap yo'q. Itak bolalar. Shu bilan skinlar tugadi. Ko'rdinglar, men bugun video uchun takoy katanalar ham olib chiqib keldim. Takoy katanalar bilan chiqib keldim bugun. Itak bolalar, Naruto kollaboratsiyasidagi skinlar mana shulardan iborat edi. YouTube kanaliga podpiska bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Shortslar chiqib turadi. Bugungi agar to'liq videoyim 500 ta like yig'sa, yana to'liq video chiqaraman. Shuning uchun YouTube kanali esingizda chiqmasa. Men bu gandonchamanmi? Pidarascha. Men bu aldos. Shuning uchun davaychi bolalar podpiskalarni ayamasdan bosamiz. Sizlar bilan Pain. Sizlarga qaysi skin ko'proq yoqdi? Qanchagacha pul tiqmoqchisizlar? Hammasini kommentda qiziqaman, baribir kutib qolaman, o'qiyman, hammasiga javob beraman. Shuning uchun давайте let's fucking go. Hamma sizlarga kerakli ссылка Instagram va Telegram описаниеda bo'ladi. Sizlardan like, podpiska, men xursandman, zaybis. Baribir Pain qani? Pain qani bu kollaboratsiyada? Onangda 世界に痛みを死んだ天性